vatandoshlarimizdan juda ko'plab savol kelib tushayotgan edi. Ya'ni huquqiy maqomni tiklashda 30-aprelgacha ulgurmayotganliklari, shu va shunga o'xshash savollar kelayotgan edi. Mana endi 10-sentyabrgacha huquqiy maqomni shu yerda chegaraga chiqmay, mana shu noqonuniy yurgan migrantlar tiklab olishlari mumkin. Ana endi sizni telefoningizga kelgan SMS xabardan xavotirga tushishingiz kerak yo'q. Ya'ni 30-aprelgacha mana shu robot chet el fuqarolariga huquqiy maqomni tiklab olish uchun SMS yuborayotgan edi. Huquqiy maqomni tiklang yoki Rossiya Federatsiyasidan 30-apreldan keyin chiqib keting deyapti. Ana endi 10-sentyabrgacha Rossiya Federatsiyasidan chiqmay huquqiy maqomni tiklashda kim ulgurmagan bo'lsa, mana shu imkoniyatdan foydalanib qolib, Rossiya Federatsiyasida qonuniy maqomni qayta tiklab olishga ruxsat berildi do'stlar. Bu uchun barchalaringizni tabriklayman. Oldinda bundan yaxshi xabarlar ham o'ylayman kutib turibdi. Albatta, yaqinda joriy qilingan SIM karta masalasi muammosi bor hozircha. Bu ham o'ylayman tez orada bartaraf qilinadi. Bunga ijobiy yechim topiladi. Do'stlar, o'ylayman ushbu ma'lumotlar kerak va foydali bo'ldi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Yana bir bor sizlarni mana shu huquqiy maqom tiklab olish yo'lida berilgan imkoniyatni tabriklayman. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar. Salomat bo'linglar.